passengers and airport guests. Please do not leave your personal belongings unattended. Any unattended belongings will be disposed of. Thank you for your understanding. Salom azizlarim, qalaysizlar? Tuzumsizlar? Men ismim Nisa, kanalimga xush kelibsiz. Hozirda men Latviya davlatining Riga shahrida yashayman. Bu yerga student bo'lib kelganman. O'qishlarim tugaganligi sababli hozir ta'tildaman. Bo'shliq vaqtlarimda ishlayman, pitssaxonada ishlayman. Va pitssaxonadagi ishlagan pullarimni to'pladim. Hozir Shvetsiya davlati, Stokholm poytaxtiga ketyapman. U yerga 3 kunlik sayohatim bo'ladi. 3 kun nimalar qilaman, qancha bilet oldim, nech pulga oldim, accommodation, hostelga nech pul to'ladim va u yerdagi rasxodlarim hammasini sizga ko'rsatib va ma'lumot berib, meni samolyotim Stockholm Arlanda tak 6:05 da hali check-in boshlanmadi. Ungacha aylanib turaman. B1 yo'nalishiga borib olishim kerak. Mana B1. Bizni bayrog'imiz bormi? Mana O'zbekiston. Mana bizni bayroq. Chiroyliligini turishini xursand bo'lib ketdim. Mana shu yerdan chiqishimiz. Hech kim yo'q. Vohlikka borganman. Oldin har doim mana bunaqa qilaman-da. Mana uchishdan oldin 3 soat yo 2 soat oldinga boraman. Krossovka постоянно mana shunaqa bor-ku. Mana aeroportga kelaman, 3 soat oldin kelaman. Men chiqish topib olaman birinchi. Chiqish bor ekan. Chiqish bor ekan deyman. Ko'nglim xotirjam bo'ladi. Keyin pasportimga qaraveraman, har 20 minutda uyda qolib ketmadim. Shu yerdan pasportim deb. Bilmadim nimaga unaqa qilaman. Endi 3 kunlik sayohatimga o'zim bilan nimalar olganman? Ularni aytib o'taman. Eng kerakli narsalar. Havoga qaraganimda Stockholm poytaxtida 20 gradus, 18-20 gradus ko'rsatdi. Mana shunaqa yuqa kostyum o'zim bilan oldim. Keyin koja kostyum. Jinsi demoqchi bo'ldim. Koja kostyum. Yomg'ir yog'ishi mumkin, bilib bo'lmaydi. Mana bunaqa ichi tak tovuq, yana kartoshka aralash. 2 mana bunaqa sendvich. Sendvich oldim. Ichiligi qanaqa edi bu? Salmon bread, ha. Pasport, pul karman. Pasport, mana bunaqa sumbuchka. Keyin o'zim bilan mana bunaqa narsa oldim. Mana. Tak, ichida shampun, balzam, gel для душа. Keyin mana bu o'zi bu linzani idishlari, lekin men bunga qo'l krem qildimda. Qo'l krem ichiga ozgincha anaqa duxi sepdim. Qo'l krem kemametimga surib ishlataveraman, как duxi sifatida. Chunki qanchadir milligram duxi olib o'tish mumkin. Ko'targim kelmadi, chunki kichkina sumchka. O'zimni shotka mana bunaqa chiqib qoldi, hech narsa qilmaydi. Yopilyapti-yu. Keyin
kiyimlarim 3 kunga yetadigan o'zim bilan kiyimlar oldim. Shu. Men bu sayohatimni qanaqa planlashtirdim? Albatta 1 oy oldin rejalashtirdim. Chunki 1 oy oldin biletlar, otel, yana narxlari hammasi arzon bo'ladi. Va 1 oy oldin men biletlarni olib qo'ygandim. Borish va kelish biletimning narxi 36 yevroga tushdi. Ya'ni chunki 1 soatlik Rigadan Stockholm Arlanda aeroportiga 1 soatda 15 minutmi shunaqangi yaqin bo'lganligi uchun va 1 oy oldin olinganligi uchun bilet arzon. Qoladigan joyim hostelda qolaman. 10 etajkami shunaqa bo'lishi kerak. Meni hozir qoladigan joyim 8-8 qavatda, 9-xona, 4-kravat. Oldindan bron qilib, oldindan pulini to'lab qo'ydim. 1 kunlik 1 kechasiga 22. Hostel narxi 22 yevro. Soliqlari bilan 2 kunga 45 mi, 50 yevromi shunaqa to'ladim. Soliqlari, hamma narsasi ichida. Buni ichida breakfast'i yo'q, ya'ni nonushtasi yo'q. Faqatgina solig'i bor. O'zi qoladigan joyga to'ladim. 2 kun, 2 kecha qolaman. 3-kuni kechga aeroportim bor, qaytaman. Arlanda, Stockholm, Arlandaga yetib borganimda aeroportimdan hostelimgacha narxi Flexbus приложениyadan avtobusni oldindan bron olib, bilet olib, bu ya'ni qaytish biletini ham, ya'ni bu shahar orasiga 1 soatda markazga boradi. Tanlagan hostelim shaharim markazida aylanishim, masalan, boradigan joyim bor. 5 ta plan qilganman. Old Town, o'sha Stockholm eski shahariga ko'rmoqchiman. Keyin muzeylarini, keyin church anaqangi o'zlarini tarixiy joylarini, national parklarini borib ko'rmoqchiman. Shu 5-6 ta manzilim bor, ro'yxatim bor. O'shalarga borish uchun hostelni sentrini tanlaganman va peshkom borishim, piyoda borishim mumkin hamma joyga. Shahar ichida taksi yoki transport vositalarini ishlatmoqchi emasman. Borishim mumkin, agar uzoq bo'lsa avtobus ishlataman. Aeroportimdan accommodationimga, hostelimgacha bilet necha pulga 1 soatlik yo'l ekan. Bordi keldi 12 yevrogami tushdi. Bu men tanlagan hamma narsa oldindan olganligim sababli arzon va bu men standart variantini tanlaganman. Siz olishingiz mumkin, masalan 300 mumkin VIP da, business klassda. Men hammasini standart tarifda. Studentlar uchun standart tarifini va arzon, qulay variantini tanlaganman. Yana o'zimni hayotiy bugungi tajribamni bo'lishmoqchiman. Hamma o'ylagan fikrlarimiz hayotimizda shunaqa tez ravishda bo'layotganligiga o'zim hayratda qolganman va o'zimga birinchi navbatda rahmat. Men juda ham omadliman. O'zimga birinchi o'rinda rahmat aytaman. Nima sababdan? Ertalab turdim, har doim aeroportga yoki O'zbekistonga yoki boshqa davlatga uchmoqchi bo'lganimda, aeroportga kelganimda, masalan 2 soat oldin kelaman yoki 3 soat oldin. Gapirish boshlaganimda bu ham gapirish boshladi. Nima uchun o'zimga rahmat aytaman? Ertalab turdim, ozgincha kech turdim. Keyin o'yladimki, men miyamda mamnaq o'tmadi. Endi nima qilaman, kechga qoldim. Samolyotimga ulgurmasam-chi degan shunaqangi xavotirli fikrlar kelishi boshlaganda shuni o'zgartirdim. Sraza.
ustanovka programma shunaqa dedim o'zimga. Xavotir olma. Hammasi sen o'ylagandek eng yaxshisi, eng super, eng zo'ri bo'ladi. Ya'ni aeroportga tez va oson, xayrli yo'l bilan yetib olasan, yetib borasan. Sen eng zo'risan, sen omadlisan. Shu gapni aytdim. Shuni miyamdan o'tkazdim. Narsalarimni to'pladim. Tezda uydan chiqdim. Qolgan uyimni orasi bilan aeroport 1 minut, 1 soat 15 minutmi, 1 soatmi shunaqangi yo'l. Endi bu yo'l nima bo'lishini bilmaysiz. Avtobusdasiz, taksida emasman, avtobusdasiz. Avtobus buzilishi mumkin, yo soat kechikishi mumkin. Ya'ni aeroportga borayotgan vaqtda qancha vaqtli uydan chiqsa, shuncha yaxshi. Meni bu fikrim. Keyin yo'ldan narsa olaman dedim, suv olaman dedimda, uydan chiqdim. Shunday chiqsam avtobus turibdi. Yugurganim yo'q, shoshilganim yo'q. Dedim, avtobus meni kutyapti dedim. Butun evren, butun koinot, butun galaktika men uchun harakat qilyapti dedim. O'zimga o'zim rahmat dedim. Shunday o'tirdim. Ikkita avtobus alishtiraman. Bitta avtobus sentrgacha bordi, sentrdan suv kerak yana boshladi bu. Suv oldim, oladigan narsalarim, sendvichlar magazindan oldim, yo'lda yeyman dedim. Keyin shu magazindan shuni chiqsam, ikkinchi avtobusim turibdi. Endi ketmoqchi bo'lganda bitta ayol shuni to'xtatdi, kutib turdi. Men shoshilganim yo'q, yugurganim yo'q, shunday o'tirdim-da, dedim, "Уже ikkinchi marta ishladi. Rahmat" dedim. Keyin keldim, o'z vaqtida yetib keldim. O'z vaqtida mana hozir hammadan birinchi yetib keldim. Endi mana hali chekinlarimiz, hali registratsiyalarimiz boshlangani yo'q. Vaqtli chiqishga, vaqtli harakat qilishga, doim uydan vaqtli chiqishga harakat qilaman, lekin ba'zi vaqtlar bo'ladi, uxlab qolishim mumkin yoki shunaqangi. Bo'lganda ham shoshilib, vahma qilib, o'zim yoki o'zingiz qo'rqitish shart emas. Ozgina relax bo'lib, ya'ni so'zlarimizni, fikrlarimizni miyamizga ustanovka qilsak bo'ladi. Va bu fikrlarimiz, o'ylagan hayollarimiz hayotimizda, mana kundalik hayotimizda o'zini aksini ko'rsatadi. Tez va oson. Va men bugun yana bir marta guvohi bo'ldim buni. Yana bir marta o'zimni tajribamni o'tkazdim. Doim o'zimdan o'tayotgan fikrlarimga mana keladi. Har doim, lekin men ham pozitiv, har doim 100% pozitiv o'ylamayman. Pozitiv fikrlar ham bo'ladi, negativ fikrlar ham bo'ladi. Bu tabiiy hol. Men negativ fikrlarni ham o'zimda qabul qilaman. Pozitivlarni ham qabul qilaman. Ya'ni bu yaxshi narsa. Anaqa emasman-ku, farishta emasmiz-ku, hammamiz faqat pozitiv, ertalabdan kechgacha pozitiv o'ylamaymiz-ku. Shu negativ kelib qolganda, shu faqatgina fikrlarni o'zgartirishsakgina oson yashaymiz. Osonroq ishimiz hal bo'ladi. Osonroq o'zimiz xohlagan narsalarimizga tezroq erishishimiz mumkin. Shuni demoqchiman. Stokholmga yetib keldim. Mana terminal 5 degan joy bor. Avtobuslarning chiqish joyi ekan. Mana shu yerga to'g'ri yuramiz endi. Mana bunaqangi qo'yib-qo'yibdi. Bus stop terminal 5. Flex bus mana bu yashil rangdagi kelyapti. Men ozgincha soat hozir endi 5 bo'lgan bo'lsa, 5:30larga olib qo'yganman. Chiqishim bor deb ozgincha vaqtda sal kechroqqa, ya'ni qanchada chiqishimni bilmaganman. Bo'ladi-ku, masalan 10-15 minut kechikib qolishim mumkin yoki nimadir bo'lishi mumkin. Har ehtimolga qarshi men avtobusimni sal kechroq qolib qo'ydim. Arlanda terminal 5
yarim soat vaqtim bor, endi kutaman. Avtobuslar shotga keladi. Yaxshi ham o'zim bilan sendvich olgan ekanman. Avtobus kelguncha yeb o'tiramiz. Shunaqa qornim ochib ketdi avtobusda. Anaqada samolyotda. Havo yaxshi. Men avtobusga biletni onlayn olgandim. Onlayn oldinroq olib qo'ygandim. Narxini 6 yevrodanmi, 6,5 danmi shunaqa narxda olganman. Hozir mana aeroportdan kelib tushib, shuna avtobus bekatiga kelib, shuna qarasam, ostanovkalarning yoniga mana buni qo'yib qo'ygan ekan. Yetib kelib 79 kron, ya'ni bir kishilik bo'lsa 79 kron. Hozir ko'rdim yevroda necha pul bo'ladi ekan desam, 7 yevro bo'lar ekan. 7.19 sent. Почти 7 yevro ekan. Men o'ylagandim, avtobus narxi oshib ketadi. Yo'q, unaqa standart onlayn qanaqa bo'lsa ham shunaqa ekan. Faqat hozir endi meni yutganim hozir 1 yevro yutganman. Avtobus kelish kerak endi. Men sal kechroq olib qolganman. Men mana soatga olganman. 5:40. Ertalabdan beri o'zimga o'zim men omadliman. Butun koinot, butun evren men uchun ishlaydi deb aytgandim-ku. Meni biletim bor, lekin yarim soat 35 minut keyingi olganman. Avtobus bor, masalan 5:10. Yaxshi bo'ldi. 5:10 da bor avtobus, 5:40 da bor. Ya'ni orasi yarim soat. Yarim soat bilet orasi bor. Keyin o'tirdim, bekatda o'tirdim. Aytdimki, nimadan so'rab ko'raymikan dedimda shoferdan. Dedim, meni biletim bor, faqat keyingi avtobusga bor, lekin yo'nalish bitta-ku. Soati faqat farq, anaqa boshqacha. Keyin bunda ketsam bo'ladimi? Yarim soatdan keyingi avtobusimni kutmasdan. Chunki kutib o'tirgim kelmayapti men bu yerda. O'zi anaqadan keldim, hozir uchdim, keldim. Bilganimda maytda olish borligini bilganimda olaverardim deb ozgincha anaqa qilsam, keyin ha ketsang bo'ladi dedi. Ha bo'ladi, desam, ha biletingni soatini o'zgartirib beraman, skaner qilaman, anaqa qildi. Keyin o'zgartirib berdi. Ha ketsang bo'ladi dedi. Keyin rahmat dedim. Xursand bo'lib ketdim. Birov o'tiruvdim ostanovkada. Aytaymi, bir aytmaymi? Aytsam mendan nima ketadi dedim. Aytavering dedim. Yo'q desa o'tiraveraman. Aeroportdan asta chiqib ketyapmiz endi. Mana odam to'lib qoldi avtobusga. City Center shahari markaziga ham keldim. Avtobus rosa ham Flexbus'da avtobuslari rosa ham qulay, tez yetib ketadi. Shovqin ham yo'q, ichida bemalol keldim. Hozir meni otelimdan, shahar mana sentrdan otelimgacha peshkom 12 minutlik yo'l ekan. Avtobus bor ekan, 15 minutda avtobus kelar ekan. Avtobusda kutkim kelmadi, peshkom boraman dedim. 12 minut yuraman, ham shaharni aylanib, qayerda nima bor ko'raman deb. Keyin chiqqanda o'zimga qulay bo'ladi. Shahar City terminali. Mayska avtobusga keladi. Keyin Rigaga yana qaytib ketmoqchi bo'lsam, otelimdan yana 10 minut yurib kelaman yoki avtobusda kelaman martga. Mana shu yerda yana ketaman aeroportga. Joylashuvi oson ekan. City terminal ichkarisi, kirmayman ichkariga hozir, ishimiz yo'q. Navigatsiyon yoqib, otelimga qarab, mana shu to'g'ri ko'chadan ozgina yuraman. 4 minut yursam yana yetib boraman. Lekin hayron qoladigan narsa soat 6 bo'ldi. Shahar markazi, ko'chada odam yo'q. Hozir xonaga narsalarimni tashlab ovqatlangani chiqaman. Otelga kelganman. Otelimizning kuxnyasi. Mana bunaqa o'zimiz tayyorlab ishimiz mumkin.
Produkt olib ketdi, mana kampircha narsalar olib ketdi. Gaz bor, mana duxovka, pechkachagacha bor. O'zi tayyorlab. Havo almashganigami bilmadim. Ozgincha boshim og'ridi. O'sha yerda achchiq kofe qilib ichaman dedim. Ozgina kofe ichib, xonalarni, koridorlarni otelimizda ko'rsatib beraman. O'tiribman mana shu kofeni ichib, mana kampirchani narsalari mamga qo'yib tashlagandi. Ha, uzr olaymi dedi keyin. Yo'q, qo'yaver, mayli, turaversin dedim. O'sha otel bo'lgani uchun hamma ishlatsa bo'laman ko'rinishi. Bitta bola karta o'ynab o'tiribdi. Otelimni koridori bir tomonda. Bu tomon bor. Xonalar. Mana bunaqa общий zal. Televizor xona desa bo'ladi. Mana bunaqa divanlari, mana divan kreslo, portret. Mana bu yerda kutubxonasi ham bor. Mana televizorni zali bor. Gitara chalmoqchi bo'lganlar uchun kitob o'qib o'tirsa bo'ladi mana. Kutubxonasi ham bor ekan. Otel shunaqa tinch. Men bir ekanmancha ochib ko'raylikchi. Ideal. Kitoblar. Televizor xona mana shu o'tiraman, hozir kofemni olib, ozgina dam olaman. Mana eng kerakli narsani ko'rsak, mana toz sochiqlar bor, mana. O'zimiz tanlab olaveramiz. Toza. Ammo bunaqa stullar qilib qo'ygan. Hamma chiqib kompyuterda dars qilib, bir narsalar qilib o'tiribdi. Ozgina kofemni ichib, dam olib, o'tirib, 10 minut dam olaman, keyin shahar markaziga chiqib ovqatlanaman. Eng yaxshisi shu hozir. Otelga kelayotganimda ozgina shamol bor edi. O'sha shamol meni havo almashuv bo'ladi-yu baribir. O'sha ozgincha boshim og'ritdi. Anaqangi otelga kirishimda hech kim yo'q edi. Kodini mailimga jo'natgandi. Kodni yozdim-da. Eshikka kodini yozib kirib, xonamni kodlarini o'zim bilaman. Kirib, tashqarida oyoq kiyimlarni yechib qo'yganmiz. Bitta tapchikalar qilib qo'ygan. Tapchikalarni kiyib tanlab, xuddi uydek. Hostel xuddi uydek. Koridorimiz hamma dars qilib, ish qilib, nimadir qilib o'tiribdi. Shunaqa tinch xona. Mana qiz men bilan qoladi, mana qiz. Olmadim endi. Mana bitta, mana bunaqa joyi bor mana. Shampunlarni taxlab qo'ygan fen. Sochini quritib, mana shu ishlatsa bo'ladi. Tualetimiz, vannamiz, ikki mana nima qiladigan. Uchuq. Ana uchuq qiladigan joy. Meni xonam mana. Kodi 91, 92 mana. Meni xonam. Meni kravatim. Mana shu kravatga 22 euro, 22 kunga 45 mi, 47 mi euro to'laganman. Mana bular yangi berilgan, mana sochi bor. Ana u koridorda o'tirgan qizni joyi. Mana bitta qoladi keyin. Mana shahar mana bitta bunday ko'rinadi mana. Otel juda ham tinch. Hamma bitta o'zi bilan o'zi. Hech kim bir-biri bilan ishi yo'q. Hamma bir-biriga, "Ha, qalaysan, yaxshimisan?" bo'ldi. Hech kim bir-biriga aralashgani ham yo'q. Anaqangi sigaret ichadiganlar yo'q, xona toza. Kuxnyani ko'rsatdim. Chekish, ichish mumkin emas. Ya'ni men hostelda shunaqa anonsiga hayron bo'ldim. Kirganimda resepsion yoki resepsionist
eshikda o'tiradigan mana bu check-in qiladigan, pasport registratsiya bir narsa qiladigan inson yo'q. Ishchi yo'q. Otelda ishchilari yo'q. Yoki bugun kech keldimmi desam, unaqangi 12:00 kechqurun kelganim yo'q. 5:30da otelga keldim. Agar ish soati 9 dan 5 gacha bo'lsa, balki ketgan bo'lishim mumkin. Lekin 24 soat 24 ga 7 ishlaydigan joylar bo'ladi-ku. Mana ishchilar, otelda ishchilari bo'ladi, tozalik qilib turadi yoki nimadir qilib turadi. Ya'ni bu arzon otel anaqa hostel bo'lganligi uchun balki, yana bilmadim. Arzon bo'lganda ham masalan qarab yuradigan nimadir bo'ladi-ku, ishchilar bo'ladi-yu. Unaqa yo'q, faqat o'sha qolmoqchi bo'lgan kelgan menga o'xshagan studentlar, asosan studentlar, ishchilar, katta o'sha katta yoshlikda kampircha bor ekan, shu qolgani hammasi 20 dan 30 gacha yoshlar bor. 30 yoshgacha shunaqa yoshlar shu yerda qolyapti. Hozir ko'ryapman, hech kim bir-biriga xalaqit bergani yo'q. Bolalar, qizlar aralash o'tiribdi. Mana bu koridorda ham hamma o'zini darsini qilib, hamma o'zini ishini qilib, kompyuterda nima bo'lsa, men bilan qoladigan qiz menimcha ingliz tilidan dars bersa kerak. Chunki onlayn bo'yi anaqa Zoomda kimgadir dars o'tayotgandi. Qulog'iga naushnik taqib olgan, bitta o'shani ovozi chiqdi. Koridorda inglizcha darsda o'tib bir narsalar dars tushuntirayotgandi. Kelganimda, xonaga kelganimda uxlab yotgan ekan. U meni kravatimga yotgan ekan. Meni kravatim 4-chi, 12 3-chi ekan. Keyin u uxlab yotibdi ekan, anaqa qilmadim, tegmadim. Keyin kravatimni to'g'rilab bo'lganimdan keyin uyg'onib qoldi. Keyin aytdim, anaqangi qara dedim, qalaysan, yaxshimisan dedim. Ismini bir narsa dedi, ismini Lara dedim, nimadir dedi, esimdan chiqib ketdi. Payshanba kungacha qolar ekan. Keyin nima dedi? Aytdim, sen meni kravatimda uxlab qolibsan, bildingmi dedim. Desam, I'm sorry, bir narsa kechirasan, men bilmagandim. Sen xohlaysanmi kravatingga, o'zing kravatingda xohlaysanmi dedi menga. Keyin yo'q, uxlaver endi dedim. Nima qilasan, anaqa qilib o'rningdan turma endi, uxlaver dedim. Endi u yotibdi, ham bir tomondan charchagan, bilaman, men ham charchab kelganman. Kimdir uxlab yotgan joyimda tursa yoqmaydi dedim. Keyin men rahmat deb yotibdi. Keyin mayli, anaqa qilaver, men tepada yana ne deydi? Yo sen deydi, mana shuni tanlagin-ki, yo shu men yotgan krevatda yotging kelyaptimi yoki deydi. Yo'q, yotaver dedim, mana tepada qolam. Necha kun qolasan deb so'radi. Chorshanba kungacha kechib ketamiz. Keyin payshanba kungacha qolsa kerak. Shunaqa qilib shu qiz bilan tanishib qoldim. Lekin tanishib qoldim deb u hamma o'zi bilan o'zi o'tiribdi. Men bilan kelib anaqa qilib g'iybatlashishga odam ham yo'q endi. Men bilan o'tirib g'iybatlashgani ham yo'q. Men anaqa o'zimga o'rtoq topib olamanmi deb anaqa qidiryapman. Yo'q, hech kim anaqa boshini telefondan yo kompyuterdan ko'tarmayapti. O'shanga video olganim ham yaxshi. Sizlar bilan dardlashib, bugungi voqeani, bugungi mana живой hayotimni bo'lishganimdan men juda ham xursandman. Bugungi kunimga shunaqa shukr qilaman. Shunaqa shotlarga kelganligim uchun, sayohatga kelganligim uchun. Hali mana bugun endi yetib keldim, xudo xolasa. Asta hozir kofelarimni ichib, sal bosh og'riqlarim sal qolishi boshlayapti. O'ylamaslikka harakat qilyapman. Ko'chaga chiqib, ozgina ovqatlanib, street foodlari bo'lsa kerak bu yerda ham. Yoki koreyskiy bir narsalar bo'lsa, achchiq ovqat shunaqangi ichkim kelyapti. Chiqib yeymiz hozir. Otelga kirish mana eshikda kodi bor, yozib kiraveramiz mana. Mana oyoq kiyimlar mana bunga qo'y. Xuddi uyga o'xshaydi, tapchikalar qo'yib qo'ygan. Olib tanlab kiyib ichkariga kiramiz. Kiyindim, tayyorlandim, endi tashqariga chiqib ovqatlanamiz. Otel 8 qavatmi, shunaqa bo'lish kerak. 8 ta qavati bor. 8-qavatda turibman. To'g'ri chiqib shahar markaziga tushib keldim. Markazga bir 5 minutlik yo'lda. Men binolar chiroyliligini
rangli. Mana shu tushishim kerak rasmga endi. Bu tomon orqasidan mana bunday tushib keldim. Bu tomonda otelimda o'sha. Bu asosiy ko'chalari. Quyosh kirib ketibdi-da, kunduz kun tushaman endi rasmga. Bugun dushanba kuni bo'lganiga balki odam kam. Otelimga 10 minutlik yo'l. Bunaqa restoranga keldim. Himalay ovqat. Koreski ovqat, tovuq, noodle, grunch, kimchi, imamni sousi. Mayda 3 ta indian bor. Yonimda 3 ta indian bor. Shunaqa bidir qilib gapiryapti. Joy almashtiraman desam, joy emas. O'zi kichkina joy, ichkarida bor. Tashqarida o'tiraman dedim. 3 ta anaqa indeyslar o'tirganda shunaqa dir. Nafas olmasdan gapiryapti. Tezroq ovqatlanib, men bemalol o'tiramanmi degandim. Endi tez yemay ketaman. Qornim och qolgan ekan, hammasini yeb. Tugatib tashladim. Ovqatlanib bo'lib chiqdim. Ovqatimning hammasi 25 euro bo'ldi. Alhamdulillah. Ovqatlarim hammasi 25 euro bo'ldi. Bitta o'tirib ichimligi, suvi, hamma narsasi ichida. Endi men shunda otelga yaqin joyda edim. Ko'p joylar yopiq hozir. Endi magazinga boraman-da, noodle deyapman. Lidldan kerakli mana bunaqangi produktlar narsa olaman-da, otelga qo'yaman-da, keyin pishirib yeyman. Shunaqasi eng arzonga tushadi. Shahar markazi mana svetloy anaqalar. Bu tomondan ko'rsatishim kerak. Hozir. Mana. Mana rasmga tushishim kerak. Ana qiz kelyapti, aytaman olib qo'yadi. To'qqiz bo'ldi. Hali bu tomonda quyosh bor-da. Mash qator ekanda, Asoma ko'chasi. Koreyskiy restoran bordi, mashina internetda ko'rdim. Bungami kirsam, ungami kirsam, u yaqinligi uchun tezroq ovqatlanib oldimda, keyin aylanaman dedim-da. Futbol bor shekilli, hamma futbol ko'rib o'tiribdi. Futbol bor ekan. Mana biz bayroq. Mana bu joy yo'q o'tirishga.
ham futbol ko'ryapti. Magazinga keldim. Bu yerdan zavtrak narsalarimni olaman. Xolodilnik bor xonada. Olib qo'yam. Keyin pishirib, bunaqa yesam bo'ladi. Bulchkalar, hamma narsa bor. Arzonroqqa tushadi. Futbol ko'rib, kola ichib, endi bet alkolli joy bo'lganligi uchun kirmayman. Uzoqdan ham ko'rinyapti mana bu yerda. Kolani ichib, keyin boyga olgan magazindan olgan narsalarim. Nima oldim? Non oldim, pomidor, kartoshka, tuxum, keyin yana anaqangi shokoladli narsalar. Hammasi menga magazindan olgan narsalarim 7,5 euroga tushdi. Masalan, buning ichida zavtrga bor kechqurunga ham narsa tayyorlasam bo'ladi. Ko'chada ovqatlanganim bir kishiga 20 dan 25 eurogacha bo'lyapti o'rtacha. Produktlarni o'sha xolodilnik xolodilnikga qo'yib qo'yaman. Ertalab zavtragimni qilib, ovqatlanib keyin chiqaman. Mana shu menga arzonga tushyapti. Oldim produktlarni. Asta uyga yurib boraman, chunki zaryadkam ham ozgincha kam qoldi. Menga telefonimning zaryadkasi kerak.